Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universal YouTube kanali. Soat deyarli 2 bo'lishiga qaramasdan video olishda davom etaman. To'xtamasdan video o'rganimdan tomog'im ham og'rib qoldi. Lekin mayli, hammasi obunachilar uchun. Demak, hozir gaplashmoqchi bo'lgan soham bu milliy g'oya, ma'naviyat va xalq ta'limi bo'yicha mana shu ko'pchilik mendan so'radi buni. Ma'lumotlari qanaqa, kirish ballari qanaqa deb so'ragandi. Mana qilib berdim sizlar uchun, maxsus tuzib berdim. 18 ta oliy ta'lim muassasasi bo'yicha tarix, ona tili va adabiyoti viloyatlar kesimida kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha tuzib chiqqanman. Ko'rib olishingiz mumkin. Past balli deyarli 60 ball bo'lgan, max 189 ball bo'lgan. Mana bu yerda majburiy fanlar blogi, mana yana bir marta ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p. Bu birinchi qism do'stlar, eslatib o'tay. Buni hali ko'p qismli bo'ladi. Bu yerda viloyatlar kesimida misol universitetlarning kirish ballari yozib o'tilgan, ko'rsatib o'tilgan. Mana bu yerda ikkinchi sahifa, ikkinchi qism. Uchinchi qism endi chiqadi. Uchinchi qismni ham joylab qo'yaman kanalimga. Aytgancha, xuddi shunaqa kirish ballari haqidagi ma'lumotlar bizning VIP kanalimizda bor. Ichida 2026-2027-yil uchun ham ma'lumotlar joylanib boriladi do'stlar bu yerda. Barcha ma'lumotlar bu kanalimizda bo'ladi. Qo'shilish uchun mana bu yerda Yakub Khan lichkasiga Telegram orqali yozishingiz kerak. Shunda men sizni Telegram kanalimga qo'shib qo'yaman. Hozircha do'stlar shundan iborat edi video. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, unga bir dona like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.